Assalomu alaykum azizlar. Ayni damda Toshkent davlat texnika universitetida Qodiriy orzusi bugun yoshlar shiori ostida Zakovat intellektual shousi bo'lib o'tmoqda. Ayni damda jarayonlarni kuzatib, ishtirokchilarning fikrini bilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Sizningcha jadidlarimizning eng katta maqsadi nima edi? Nimalardan iborat edi balki? Jadidlarimizning o'sha paytda, ayniqsa 20-asrda o'zbek qatlamida ular eng birinchi o'rinda ma'rifatni xalqqa ma'rifatga yetaklaydigan, xalqni ko'zini ochadigan, ularni ilmga chorlaydigan, har xil xurofotlardan saqlaydigan maqsadlari bo'lgan. Jadidlar o'sha davrda xalqni uyg'otish, ko'zini ochish maqsadida harakatlarni olib borishgan. Ayni damda biz yoshlar nima qila olamiz? Ya'ni jadidlarga o'xshagan harakatlar qila olamizmi? Shu haqida nima deysiz? O'sha paytda jadidlar haqiqiy xalqni ko'zini ochgan bo'lsa, o'sha paytda sotqinlar ham chiqqan oradan, boshqa insonlar chiqqan. Biz yoshlar esa ana shu qora kunlarni ko'rib turib, albatta faqatgina ilm va ilmga o'zimizni baxshida etishimiz kerak va shu orqali ajab emaski, kelgusida ham bizdan yana boshqa qodiriylar, yana boshqa behbudiylar chiqsa ajab emas. Rahmat javob uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga jadidlarimiz haqida bir nechta savollarimiz bor. Ulardan birinchisini aytsam, jadidlarimiz hozirgi zamonda yashaganda qaysi yo'nalishda faoliyat yuritgan bo'lar edilar? Jadidlarimiz hozirgi zamonda yashaganda ular o'zlarida ham ko'p yo'nalishlarda faoliyat yuritishgan. Masalan, tarjimon bo'lishgan, dramaturg, teatrda sahnalashtirishgan. O'ylaymanki, hozirgi teatrlarimizda ham yana ham zo'r spektakllar chiqqan bo'lardi. Biz bilgan Yevropa asarlaridan ko'proq tarjima qilingan bo'lardi. Hozirgi insonlarning bilimiga izlanishiga ancha hissa qo'shilgan bo'lardi jadidlarga hozir bo'lganda. Ikkinchi savolim, jadidlar o'z davrida xalqni uyg'otish uchun kurashgan. Hozir biz yoshlar bunday ish qila olamizmi? Qaysi yo'nalishlarda ishlasak jadidlarga o'xshab buyuk ishlar qila olamiz? Biz qaysi yo'nalishda ishlamaylik ham, umuman agar o'z yo'nalishimiz ustasi bo'lsak, jadidlar kabi o'zimiz vatanimizga rivojlanishimizga hissa qo'shgan bo'lamiz. Hozirdan o'zi yaxshi yo'nalishlarimizni yaxshi o'rganib, yaxshi o'qib, o'sha biz o'zimiz yo'nalishimizni mukammal bilsakkina, ulardan o'rnak olgan bo'lamiz. Ular qilgan ishlarini o'rganib, kitoblarini o'qib va boshqa insonlarga ham o'rnak bo'la olsak, jadidlar qilgan ishlardan davom ettirgan bo'lamiz. Rahmat sizga javob uchun kattakon. Jadidlardan sizning qahramoningiz yoki Abdulla Avloniy. Abdulla Avloniy aynan nima sababdan? Chunki Abdulla Avloniy birinchi teatrlarga asos solgan. Teatr shu xalqni ichidagi shu muammoni yorituvchi oyna sifatida qaralgan teatr. Jadidlarimiz tomonidan shu Abdulla Avloniy. Eng larzaga solgan joyini aytib bera olasizmi? O'zimizni bobo kalonlarimizga atalgan shu padarkush sahnalashtirilgan shu teatr sahnasi. Rahmat sizga.